hazil bilan-ku, lekin men bu yerda o'rindiqlar bunchalik qulay deb o'ylamagandim. Endilikda Damaslarda bemalol orqa o'rindiqlarga qo'rqmasdan chiqsa bo'ladi. Uni ustiga bu yerda ikkinchi juft kolonkalar ham joylashgan. Ya'ni muzika bilan yodda olib, bits qilib ketsa bo'la. Shuning gaplarini yetimi avan 4 ta yashiman kunda 4 ta tashiman kunni Geçten başlayman shunda Hazzab yashiman. Komfort beruvchi yana bir katta narsa bu o'rindiqlarning nisbatan qulayligi. Bir qarashda avtomobil o'rindiqlari biz tanigan Nexia 1 o'rindiqlariga juda o'xshab ketadi va bundan buyon Damas'ning oldi o'rindiqlari 4 yo'nalish bo'yicha sozlanadi. Ha, bu Damas egalari uchun juda katta qulaylik. Bu Damas'ning maksimal pozitsiyasi bo'lganligi sabab bu yerda o'rindiqlar to'q qora rangli mato bilan ishlangan. Ba'zi sodda variantlarda u och rangda ishlangan.